Dasturimiz davom etadi. Xabaringiz bor, mahallalarda yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida kitobxonlik, madaniyat va san'at, intellektual o'yinlar, axborot texnologiyalari hamda sport turlari bo'yicha har yili 5 tashabbus olimpiadasi o'tkazib kelinmoqda. Mazkur 5 tashabbus olimpiadasi va paralimpiadaning 2026-yilgi mavsumini Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichiga ham rasman start berildi. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Besh tashabbus olimpiadasi va paralimpiadasi so'nggi 5 yildan buyon muntazam tashkil etib kelinmoqda. Joriy yilda esa loyiha doirasida 25 ta tanlov va musobaqa tashkil etilishi rejalashtirilgan. Olimpiadaning Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichi ham Nukus shahridagi yoshlar markazida tantanali tarzda ochildi. Tadbirda sport, san'at, axborot texnologiyalari hamda intellektual yo'nalishlarda bellashuvlar boshlandi. Mahalliy yoshlar arasida 5 yildan beri o'tkazilib kelayotgan Bespaslama olimpiadasi ham paralimpiadasi jo'ybarlarına bugun bunda start berilib o'tiribdi. Ham o'sha yilgi o'zgarishlarda 25 turli tanlov ham jarishlar bo'luvi ko'zlanib o'tiribdi. Ham жаңадан qo'shilgan sport turlari bor o'sha yil. Ham madaniyat yo'nalishidagi tanlovlarimiz bo'luvi ko'zda tutilgan. Ulardan Yoshlar havosi Bozotov festivali ham shebir fortepianochi tanlovlarini o'tkazamiz. Kitobxonlik yo'nalishida yosh kitobxon ham yosh kitobxon shang'aroq tanlovlari o'sha Bespaslama olimpiadasi shemberinde o'sha yil o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bespaslama olimpiadasi bu apoya iloj emas. Bu ulkan imkoniyatlar yaratadi. Sebebi men 2024-yilda estrada vokal yo'nalishi bo'yicha Bozotov yoshlar havosi tanlovida qatnashgan edim. Hamda 3-o'rin jeng'iz bo'lganman. Odan keyin o'zimning ustimda ishlab, shaxslab tayyorlanib 2025-yilda qatnashib, 1-o'rin jeng'iz bo'ldim. Hamda men o'zimda qobiliyatimni kuchli sezib, men Qirg'izistonda o'tgan, Moskvada, Qozog'istonda konkurslarga qatnashdim. Hamda 1-o'rin Grand Prix jeng'iz bo'ldim. Xulosa qilib aytganda, Qoraqalpog'istonda start olgan 5 tashabbus olimpiadasi va paralimpiadasi yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning iqtidorlarini kashf etish, sog'lom avlodni tarbiyalash yo'lidagi muhim qadamlardan biridir. Mazkur tashabbus kelgusida ham yangi yulduzlarning yetishib chiqishiga xizmat qilishi shubhasiz. Muxtor Umbetov, Zamoin informatsion dasturi uchun Qoraqalpog'iston Respublikasidan maxsus.